dalolat qiladigan ishlardan yana biri bu Zohir ibn Harom bilan qilgan muomalasi. Zohir ibn Harom kim edi? Sahro arablardan. Bir qora, oddiy bir cho'pon odam. Iymonga kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qachon kelsa, bir oyda bir keladimi, 2 oyda bir keladimi? Sahrodan topgan narsasini ko'tarib kelib payg'ambarimizga hadya qilib berar edi. Payg'ambarimiz ham unga o'zida bor narsani berib turib, o'rtada chiroyli muomala, ulfatchilik bor edi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyda yo'q paytida Zohir ibn Harom payg'ambarimizning uyiga keldi. Payg'ambarimizni so'raganida payg'ambarimiz uyda yo'qligini aytishdi, chiqib ketdi. Ozgina vaqtdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga qaytib kelganlarida Zohir ibn Harom keldi, siz so'rab ya Rasululloh deyishdi ayollar. Ko'chadan charchab kelganingizda damalaydi, telefoningizni ham o'chirib, shuna kirsangiz, "Palonchi keluvdi" desa, nima ekibdi? Ya'ni qarangda, hozir ishi bor ham, ishi yo'q ham, anaqa bir asablari tarang bo'lib qolgan, nima ekibdi? Agar orqasidan ko'proq odam so'rab keladigan bo'lsa, u shuni endi bo'lib beradi. Kelaverar ekanda. Ne desa, haligi biz nimamizda ishimiz ko'p, tashvishimiz ko'p. Shundaymi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatda haqqa yetarashlik degan omonat yelkasida turibdi. Bitta o'zining yelkasida turibdi. Nima dedi? Biz nima deyishimizni bilamiz hammamiz. Qo'yada boravermay, qashiga tep. Dunyomizda 2 marta bordim. Hop borsang yana achchig'i keladi. Qarang, biz o'zimiz kim bo'lganligimiz uchun, bilganligimiz uchun kimligimizni, nariga odamning achchig'i kelishini qo'y endi, mol kelmas, hada boravermaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Shunday qayta kiyindilarda chiqdilar, qayerga ketish mumkin Zohir? Masjidda emas, hali peshin bo'lgani yo'q. Qayerda bo'ladi? Ha, bozorda bo'ladi. Chunki olib kelgan matohini nima qiladi? Sotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga qarab bordi. Bu vaqtda Zohir ibn Harom o'sha sahroda olib kelgan o'zini moli, dunyosini, matohlarini yayib olib savdo qilib turardi. Shunday turgan paytida orqadan bir odam kelib turib, mahkam ikkala qo'lini qo'shib quchoqlab yerdan ko'tarib oldi. Mahkam siqib turdi. Noqulay holga tushib qoldi. Ya'ni ushab turibdi-yu, bu odam bir narsani ko'tarib ketib qolmasin, bu sheriklari bo'lsa deb bir noqulay holatga qo'yib yubordi, meni baqiryapti. Shunda hali ko'tarib turgan odam yetmagandek, qul sotaman deydi. Haligi Zohirda yana achchig'i keladi, "Meni qul deyapti-ya" deydi. Qo'r deb baqir-chaqir qilib tashaganida, uni baqirganini eshitib sahobalar yetib kelishdi. Hamma qaradi, Zohirni ko'tarib turgan kishini ko'rishgandan keyin kulib qo'yib, hammasi orqasiga qaytib ketdi. Rasululloh ko'tarib turardi. Rasulullohning quchog'ida turar edi. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotning quchog'ida turar edi. Zohir kimning quchog'ida turganligini ko'rganidan keyin, bilganidan keyin ko'raklarini payg'ambarimizning ko'raklariga ishqab oldi. Chunki Rasululloh hammani ham quchoqlavermasdi. Ko'raklarini payg'ambarimizning ko'raklariga ishqab rohatlan. Rasulullohning rahmat quchog'ida turibdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan Alloh taolo tanlab olgan zot mana shu sahro kishiga shunday chiroyli go'zal muomala qilardi. So'ngra payg'ambarimiz tushirib qo'ydi. Zohir ibn Harom payg'ambarimizga qarab, "Ya Rasululloh, meni sotasizmi?" dedi. "Meni sotasizmi? Agar meni sotsangiz" dedi, "bozoringiz kasob bo'ladi" dedi. "Bozoringiz yurmaydi, bozoringiz, chunki men oddiy qora inson bo'lsam, xunuk bo'lsam, kim meni sotib olardi?"